Barselona Atletico Madrid uchrashuviga yana qaytamiz do'stlar. Hali bu mavzuga ko'p to'xtalamiz. U yerdagi hakamlarning qovuni, hakamlarning xatosi, Barselonaga berilish kerak bo'lgan asosli penalti va kerak bo'lsa Atletico futbolchisiga berilish kerak bo'lgan qizil kartochka. Lekin voqelikda bularning barchasi bekor bo'ldi. Barselona na penalti tepdi, na Atletico Madrid futbolchisiga qizil kartochka berildi. Bu haqda bir qancha manbalar bayonot berib chiqdi. Shu bilan birgalikda Barselonaning bosh murabbiyi Hansi Flick ham o'zining munosabatini bildirib o'tdi. Hozir men sizlarga bularni barchasini batafsil keltirib beraman. Undan oldin mana shunaqangi tezkor va muhim xabarlardan quruq qolmaslik uchun kanalimga obuna bo'ling. Unda boshladik. Dastlab penalti berilmagan vaziyatga Mundo Deportivoning munosabatini ko'rib chiqamiz. Ular shunday yozadi: qoidalarda Barselonaga belgilanmagan penalti haqida nima deyilgan? Hakamning xatosini tasdiqlovchi qoida aniq va ravshan. To'p tepilgan va aniq harakatlanayotgan paytda u o'yinda bo'ladi. Shunday ekan, Muso to'pni oyog'i bilan tepdi va u aniq harakatda bo'lganidan so'ng Pubil qo'li bilan tekkan to'p penalti hisoblanadi deydi Mundo Deportivo nashri. Va aynan mana shu epizod uchun Flickning munosabati shunday. Albatta hammamiz xatolar qilamiz, lekin VAR tizimi nima uchun kerak? İnsanlarning xatolarini to'g'rilash uchun emasmidi? Men ularni umuman tushunmadim. Mening fikrimcha bu yerda penalti bor edi. Pubilga ikkinchi sariq kartochka ham berilishi kerak edi, deydi Hansi Flick jahl ustida. Do'stlar, bunaqa vaziyat uchun o'yinlarda penalti belgilangan. Xususan bundan 2 yil oldin Chempionlar Ligasi bahsi Aston Villa Bryuge uchrashuvida Villa darvozaboni Emiliano Martinez xuddi shunday holatda to'pni Tyrone Mingsga uzatadi. Mings esa to'pni qo'l bilan ushlab chiziqqa qo'ygani uchun u yerda to'p o'yinda bo'ldi deb hakam penalti bergan. Shunday qilib bu vaziyat shunchaki chetda qoldi. Agar Barselona turnirni tark etadigan bo'lsa, bu mavzu yana ko'tariladi va mag'lubiyatda Barselona muxlislari hakamni aybdor qilsalar ham ularda yetarlicha asos bor.